Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Geflex do'stlar. Bugungi videomizda super baza qurishimizda ikkinchi qismini olamiz. Nihoyat unaqa dedi ikkinchi qismini olishga vaqtim bo'ldi. Do'stlar, endi hozir dedi, esa ketdik. Qansa yerimiz qo'y. Kechirasizlar do'stlar. Pichoq tutib qoldim. Qani qo'ychilarim. Yo'q, hech kim chiqmaydi. Qani. Hech qaysinga o'zar ovqat yo'q. Valla turdim. Tuxumda ya. Do'stlar, ikkinchalik o'tgan videomizda biz super bazamizni mana shu tarafga qurgandik. Esingda bo'lsa. Ko'rmaganlar qaytib birinchi qismini ko'rsam, mana shu yerga qurgandik. Va do'stlar, bitta gap, bu baza yolg'on baza edi. Keyin bu bazamiz hozir biz kuchaytirib qo'yamiz. Qanday bu qo'l yutmayapsan? Qanaqa tarzda kuchaytiramiz? Valla hozir ko'rasizlar. Nima bu qo'l yutmayapti bu? Bo'ldi. Shu odam. Lavani ichida yo'lak bor deb mana bir yozib qo'yaman. Yo'lak bo'ladi-da. Yo'lak. O'zim ismini yozib qo'ysam esimga chiqmaydigan deb yuradi. Geflex. Xo'sh. Uchta undi. Okay. Lavachida yo'lak bor. Dedik endi askar degan belgiga to'g'rilib qo'ydi. Bular shunda bu yerga laqqa tushish kerak bo'ladi. Yo'q. Mana endi bu yoqqa tak. Yo'q, to'xtanglar. Bunday joy tashlab bunday pastga yana va ikkita nuqtacha. Bu yemadi, bitta nuqtacha. Bu ham yemadi. Buni вообще yemadi. Такой oynasi yo'qmi? Yo'q, hozirchalik yo'q, u juda ham pastda, chekkada bo'lmaydi. I love you. Bo'lmaydi, mayling. Yo'q, bu ham bo'lmaydi. Такой oynasi hozirchalik mana bu ekan. Mana ular jumla takrorlab mana shuna keladi. Pastda lav metni ko'radi. Lav ichida yo'lak bor deydi. Qarasa ura bor ekan deb pap tushadi, lekin afsuski yo'lak yo'q. Yonib ketib o'ladi. Keyin tuzoq bo'lish uchun mana bu yerdan deb qo'yamiz. Shunda chiqolmaydi. Keyin shubhaliroq ko'rinish uchun bu yerda hozir qanday qilib qo'yamiz? Chunki odamlar bu yerda shubhali deb o'ylash kerak do'stlar. Bo'lmadi. Kattaroq chiq. Chiq katta. Sen kattasimisan?
do'stlar. Endi bu yerdan yo'lak bor ekan deydi, shuna keladi, tushib ketadi. Aytgancha do'stlar, sirli bazamizni qayerga yashirdimni o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Sirli bazani men u yerga ham emas, bu yerga ham emas. Bayroqda chigimon yog'och tasiga ham emas. Mana bu yerga yashirdim. Bunday tushaveradi odam. Gripet chiroyli chiqdimi? Hammaga bo'pti do'stlar, endi shunday. Mana bu yerda stullar. Endi biz mana bu yerga qiladigan ishimiz sehrli Geflex mega super sword. Aniqrog'i Geflexning mega qahramon qilichini yashirishimiz kerak. Va o'zimda sehrlarga boyitilgan qilich. Hali o'tgan safar qilichimiz esa Geflex super edi. Bunda esa hero. Bundan mega. Bu yerga chiqish uchun soatlar vaqt edi. Kechada sabit bilinib qolmasligi uchun do'stlar o'lyapti. O'tar. Qolmasligi uchun shunday qilib ikkita ustunlarni bo'yab chiqamiz. Turli xil rasmlarga boyitib. Yo'q bo'ldi. Bum. Yo'q do'stlar, yo'q qo'ydim. Ajoyib rasmni yo'q qo'ydim. Yemadi. Yedi. Yo'q, ikkita katta qoldi. Yana katta rasm chiqib qoldi. Yemadi. Ikkita hamda üstümüzden kulyapti do'stlar. Katta rasm. Mana rasmlarga boyitilgan joy. Bum. Bu yoqqa. Shaka bum. Bum. Do'stlar, endi bu yerga o'zimizni qilish uchun o'zimizni qilichgani qayerga yashiramiz? O'zimizni super qilichimizni biz nezerga yashiramiz. Nezerga. Tushunyapsizlarmi do'stlar? Sizda nezerga yashirilgan bular qilichimiz. Do'stlar, qanday qilib to'xtasam bo'ladi, ishlamaydi. Chunki bu to'rttalik. Qarab blok qo'yib, bum. Yo'q do'stlar, hozir kirmakmi? Sal dekoratsiya o'zgartirmaymizmi? Juda oddiy portalga o'xshab qolganda. Sal dekoratsiyalar qo'shamiz bu portal ichiga. Bakku. Do'stlar, sizlarni bilmadim, lekin men ularni sezib qoldim. Bum. Tak, endi bu yerga dekoratsiya qo'ymasligiga.
Etsamiz, dekoratsiya qilamiz hozir. Voy ovozlarni. Nasıl jinni qoldi? Bo'ldi, mola keryapmiz akamizga. Buni ko'rsatgan. Ana do'stlar, hozir bu boshlang'ich dekoratsiyamiz. Tashlasak, salchilarni chiqaramiz. Mena вообще zo'r qurishmasmanda. Shundan kelsa o'zgartirek. Masalan, yo bu yerda boshlas edim. Bak mana. Bum. Ana do'stlar. Ay. Do'stlar. Yo'q, bordim ku. Yürümeyi endi. Tosh edilmaydi. Shuni meni versa qora jun ekan. Qora jun qani? Üstüne gülyapti vallahi. Kela, yaxshi jun olib tashlaylik. Hozir uyimga yo'q boraman men. Yonyapti ana uy. Ana do'stlar, qanday portalimiz? Portalchamizga bal berib ketinglar. Mana. Mana hozir olib tashlaymiz. Cho'tki. Wow do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas portalimizga. Tak. Pap. Yo'q, pap. Wow, cho'tki chiqdi vallahi. Yemadi. Yemadi do'stlar, mana cho'tki. Qarachi, mana bora kelib ko'ramiz. Basyon chiqar ekan. Bele. Oh! Omad sila, omad. Endi ya omadli-da doimo ya omadli. Omadli bo'lib kelgan, omadli bo'lib ketadi ham. Doimo ya omadli. Vallahi. Basharamizda bunday joylari qanday omadli mana. Kelar shu portalimizda hech bo'lmasa mayda dekoratsiyalar bilan to'g'rilab qo'yamiz. Chiroyli. Yema vallahi. Yediramiz endi. Mana shoxchalar qilib qo'yamiz. Mana. Shox yomor bo'ladi. Qanday qilib boshlanishiga? Mana qilib. Mana portalimizda shoxi bor. Keyin pap. Endi pap. Xo'sh. Chiroyli. Mana dunyodagi eng chiroyli portal qanday bo'ladi? Portalga qiziqish kerak bo'lmalar bo'lar ekan. Portal ustiga qo'yib bo'ladi kerak narsa. Do'stlar, qo'ymaydiganga o'xshayapti. Qo'ymaydigan, mana unda uyga qaytamiz. Bu yer ham chiroylandi. Do'stlar, qochish bor. Do'stlar. Oh.
Endi o'tdi do'stlar, eng asosiy joyga kiraylik. Shu qoldi o'zi. Bu eng asosiy narsamiz bizda. Eng asosiy narsa shular. Bo'ldi do'stlar. Qilich aslida bitta bo'lishi kerak edi, 3 ta qo'yardim. Demak, yo'qda chinagina narsa qilishni o'tamiz endi. Tuz otasiga maqtadan amaylik bizi ko'p. Bo'pti do'stlar. Nima ishga to'g'ri. Mayli bo'pti do'stlar, shu yerda videomiz tugadi. Videoga like bosib, obuna bo'lishga chiqmasin. Ko'rishguncha xayr. 16 minutlik video bo'ladi.